Moskva City. Usta, hormang usta. Akamiz Qirg'izistonlik. Usta, bu sohada necha yildan beri ishlayapsiz? 5 yil bo'ldi qaranglar. Shu 7 etajli binodan pastga qarab osilib ishlaydi. Mana bu arqon shuniki. Usta, sir bo'lmasa kuningizga necha pul topyapsiz? Oylik ob'yomi qanaqa? Smenami? Rublga qanaqa rublga? Ana, agar ovoz eshitildimi yo'qmi? Kuniga 8000 rubl berilyapti ekan. Agar kimga shunaqa ish qilsa bo'lsa, o'zimizda O'zbekistonda yoki Toshkentda ham shunaqa alfabet ishlari olib borilyapti hozirgi kunda. O'z ko'zim bilan ko'rmadim, lekin 500 ming, 600 mingdan bolalar ishlayapti ekan. O'zimiz vodiyda bolalar.